Assalomu alaykum. Hurmatli hamshaharlar, hozir Namanganda Namangansoy deb ataladi. Naberejniyadan pastga tushganda bu tomonda mana Bahor kinoteatri bo'lgan. Mana bu tomonda Vorovskiy tomoni mana ko'ryapsizlar. Mana suvni tushini qarang. Ekzotika. Mana. Qarang qanaqa suv tushyapti. Hatto naverna bu yerda gidroelektrostansiyasi qursa ham bo'lsa kerak mana. Necha yildan beri oqadi. Mana ketyapti suv. Nihoyatda chiroyli manzara. Nihoyatda chiroyli manzara. Video rolik qilyapmiz mana ukam bilan, Tohirjon bilan. Şu yerga kelganda to'xtatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.